Yondimi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum dehqon akalar, ukalar. Mana yangi apparatimiz keldi. Ruslan telkamiz. Yangisini sizlar bilan ochib, ichida nimalar bor, nimalar yo'q deb ko'rishib dedik. Yangilikda avvalroqlar dehqonlar bilan doim 16H egabi bu yangilangan versiyasi 18H. Mana ichidagi balonlari, bu qo'shimcha zapaslari, bu yana ham mustahkamroq, yana ham baquvvatroq ishlangan versiyasi ekan. Bari chiqqan narsalari mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bu rollari mana bu. Olyapsana? Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichida mana kelar yangi 18H yangilangan versiyasi. 16H'da yangi versiyasi, yangilangan mana. Unlarga 16da buni o'rog'liq masofamiz eng kichkinasi 11 sm bo'ladi. Bunda 10 sm. Yana ham ko'proq, yaqinroq ekish imkoniyati bor bunda. Ichida qog'ozi, qo'llanmalari chiqadi. Doimgidek ishlatiladi, qanaqa tuzatiladi, qanaqa teriladi, hamma ma'lumotlari kitobida keltiriladi. Endi ingliz ham zo'r bo'lmasa ham maktab o'quvchilarimizdan o'rganib ko'ramiz. Bu bombaraqlari urug'da. Mana oldingilarni atverka chiqmasdi. Bunisi mana atverka ham birga. Upakovka. Yangi upakovka uchun sizlarga ertaga xudo xolasa terib bo'lgandan keyingi holatni ko'rsatamiz. Terayotgan holatni yana videoga olamiz.